Bu videoda progress ssenaristlik orqali oyiga $3000 muntazam daromadga chiqish qadamlarini ko'rib chiqamiz. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'rsangiz, sizda ham tayyor yo'l xarita bo'ladi. Aynan bu yo'l xaritada beriladigan qadamlarni siz katta tajribasiz ham, ko'p pul tikmasdan turib ham va katta Instagram, Telegram bloglarsiz va eng asosiysi katta jamoasiz bemalol ishlatib o'zingizda qo'llasangiz bo'ladi. Demak, boshladik. Bugungi darsda asosiy nimalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda progress nima? Bu haqida gaplashamiz va undan tashqari progress ssenaristlik xizmatini $1000 dan qimmatroqqa sotish haqida gaplashamiz. Ko'pchilikning og'rig'i $300 dan $500 dan progress xizmatini sotadi va shu etapda to'xtab qolishgan va bugungi videoda sizga qanaqa buni ustida ishlab qimmatroq cheki sotishni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari shaxsan o'zimni tajribam bilan bo'lishaman, ya'ni men ham qachondir $500 da qotib qolgan vaqtimni qanaqa qilib 3000 daromadga chiqishimni har bitta qadamini sizlar bilan bo'lishaman va sizlar ham xudo xolisa ishlatsanglar o'zingizlarga foyda olasizlar. Xo'p, undan keyin katta daromad qilish uchun kerakli ko'nikmalar, ya'ni loyiha olguncha qanaqa skill kerak bo'ladi sizga va loyihani olgandan keyin qanaqa ko'nikmalar sizda bo'lishi kerak, shu haqida gaplashamiz. Kelinglar, birinchi o'zimni sizga tanishtirib o'taman. Meni birinchi marta ko'rib turayotgan bo'lsangiz, men Umida 2 yildan beri progress ssenaristlik sohasida ishlab kelaman. Hozirgacha 30 dan ko'p muvaffaqiyatli loyihalar bilan ishlab keldim va hisoblab chiqqanda $500,000 dan ko'p ta'lim loyihasidagi loyihalarga ssenariy yozib, ular bilan ishlab berdim. Xo'p, undan tashqari yana qurilish sohasida ham ssenaristlik faoliyatimni ko'rsatganman va shu kungacha hozir 400 dan ko'p uylar sotilishiga o'zimning ssenariylarim bilan hissa qo'shdim. Xo'p, hammasi qanday boshlangan? 2024-yil yanvar oyi, bundan 2 yil oldin o'zimni juda ham ko'p sohalarda sinab ko'rganman. Xo'p, ingliz tilidan dars berganman, offline o'quv markazi ochib o'zim. Bundan tashqari volontyorlik qilib yurganman, Ibrat farzandlari va yana boshqa loyihalarda, yana art kalligrafiya bilan shug'ullanganman, sotishga harakat qilib ko'rganman. Bitta ikkita sotib o'qiganman, qolganini sota olmaganman. Yana kitoblar sotardim, Telegram kanal ochib, o'sha paytdan o'sha Instagram, Telegram yurgizish, u orqali daromad qilishga qiziqib yurardim. Va undan tashqari yana online teaching, online ingliz tili kurslari o'tish bilan ham shug'ullanganman. Va yana SMM sohasiga endi kirib, boshlab bitta proyektda ishlaganman, o'quv markazida SMM qilib. Lekin bu kasblarni, bu yo'nalishlarni hech qaysisi biri menga to'g'ri kelmagan, menga yoqmagan, qanaqadir qiyin tuyulgan, o'zim mazza qilmaganman. Undan keyin o'zim onlayn kurslar sotuviga qiziqib, ssenaristlikda o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim. Shu oz muddatdan keyin menga oldimdan bir kun bitta target chiqib qolgan. U targetda o'sha Komilxon Sobirov ustozim workshoplar o'tayotgan bo'lgan. 3 kunlik workshopga kirib, o'sha yerda birinchi bo'lib o'sha zapuskdagi ssenaristlik progress haqida birinchi tushunchalarni o'sha workshopda olganman va keyin ularni kurslariga qo'shilib, o'sha kursda o'qiganman. Esimda o'sha payt 18 yoshimda $100 pulim bilan boshlangan bu kursga kirishim. Kurs o'zi adashmasam $4000 atrof bo'lgan o'sha payti. Va keyin shunaqa qilib katta risk olib, sekin o'sha sohaga kirib boshladim. Boshda, конечно же, qiyinchiliklar bo'lgan, har xil vaziyatlar bo'lgan. Va undan tashqari o'sha progress ssenaristligi loyihalar olib, sekin-sekin o'sha loyihalarimdan daromad qilishni boshlab, kursga to'lagan, kurs oxirigacha pulni to'lab qo'yganman. Va shunaqa qilib hammasi boshlangan. Undan keyin o'sha ssenaristlikda o'zimni sinab ko'rganimdan keyin ssenaristlik kasbi menga yoqib qolgan. Bo'lmasa zapusk bo'yicha o'qiganman. O'zim ham prodyuser bo'lib ishlashim mumkin-da, lekin menga aynan o'sha progress chasti, progress qismi yoqqan va keyin o'zimni shu sohada dalsha 2 yil davomida shu sohada ishlab kelaman. Xo'p, kelinglar, sizlarga ham ozgina tushuncha berib o'taman. Ssenarist o'zi kim? Ssenarist bu qisqa qilib aytganda yozib pul topadigan odam. Nima bo'lishi mumkin? U har xil kontentlar yozishi mumkin, Telegramdagi postlarni yozishi mumkin, Instagram storieslarni yurgizishi mumkin yoki-da YouTube videolariga ssenariylar yozishi mumkin. VSL har xil turlar ko'p, ya'ni yozuvchi yozadigan matnlarni har xil turlari ko'p. Shaxsan o'zimga eng yoqadigani bu webinar kanallarni yurgizish va stories orqali yurgizib daromad qilish. Xo'p, progress o'zi nima deydigan bo'lsangiz, endi ssenaristni bilib oldingiz. Ssenarist bu yozib pul topadigan odam. Buning ichiga har xil copywriter kirishi mumkin, ssenaristlar kirishi mumkin, content marketologlar kirishi mumkin, har xil odamlar yozib pul topishi mumkin. Endi aynan progress ssenaristlik orqali progress sohasida o'zi nima deydigan bo'lsangiz, bu progress qisqa qilib aytganda qizdirish, insonlarni
biror bir siz xohlagan ishga, ya'ni masalan bo'lishi mumkin sotuvga, boshqa narsaga, shu narsaga qizdirish va uzoq muddatda tayyorlab borish bu progress deyilar ekan. Xo'p, progressni men ko'prikka o'xshataman. Ko'prik masalan bu yoq trafik bo'lsa, bu yog'i sotuv. Trafik bu odam yig'ish. Hozir masalan hamma reelslar qilyapti, targetlar qilyapti, boshqa qilyapti. Instagram profillarga odam jalb qilyapti. 100 ga, 200 ga, 300 galab odam yig'yapti va hozir odam yig'ish qiyin ish emas. Reels orqali, target orqali pul tikib odam yig'a olasiz bemalol. Lekin o'sha yiqqan odamlaringizni sizdan nimadir sotib olishga olib boradigan yo'l bu progress deyiladi. Mana shu qizdirish, progress qismi yaxshi ishlamagan joyda sotuvlar yaxshi bo'lmaydi. Masalan, bir xil profillar bor, shaxsan o'zim ishlagan ekspertlarda ham odam unchalik ko'p emas, profildagi podpischiklar juda ham ko'p emas, 100 ga bo'lishi mumkin boriki, lekin sotuvlar muntazam 100 ming, 200 minglik sotuvlar bo'lib keladi. Bundagi o'sha asosiy faktor progress, to'g'ri produkt, sotuv yaxshi ishlab berishi. Hozir ayni damda har qachongidan progress eng kerakli narsa deb o'ylayman, chunki hozir hamma odam yig'ishni o'rganib oldi va hammaga xos sotuv kerak va buni o'rtasidagi bog'liqlik progress. Hozir bozorda o'sha bizneslar, ekspertlar qanchalik zo'r progress qilsa, qanchalik zo'r o'zini pozitsiyalasa, sotuvlar ham shunchalik oshib boraveradi. Xo'p, progress nimaligini ham tushunib oldik. Endi o'zimni qilgan kezlarimni bir munchasini tanishtirib o'tmoqchiman. Bundan tashqari aytganimdek 30 dan ko'p loyihalar bilan ishladim. Bu yerda eng asosiylari. Xo'p, eng birinchi proyektim Shadisha bo'lgan, ular bilan psixologiya bo'yicha ishlaganmiz. Undan tashqari yana Jahongir Prank, Yakumu shunaqa qilib proyektlar ketavergan. Undan tashqari Alisher Isayev bilan ham ishlaganmiz. Eng yaxshi ko'rib ishlagan loyihalarimdan bittasi. Undan tashqari Paruskiy rus tili bo'yicha, Rana Mo'minova psixologiya bo'yicha va undan tashqari yana ko'plab kezlar qilib kelyapman shu kungacha. Xo'p, lekin shuncha vaqtdan beri mana shuncha kezlar qilgan bo'lsam ham, 30 dan ko'p loyihalar bilan ishlagan bo'lsam ham, ya'ni mijozlarimga yaxshi natija ko'rsatib bergan bo'lsam ham, menda bitta muammo bor edi. Bu muammo nima desangiz, daromadimni hech o'sha $1000 patologdan u yog'iga chiqa olmasdim. Juda ham harakat qilardim, nima qilsam bo'ladi, ko'p narsalar o'rganardim, yana ssenariy yozishni yaxshilayverardim, ishlarimni yaxshilayverardim, kezlarimni ko'taraverardim, lekin daromadim hech o'sha 1000 dan u yog'iga o'tmasdi. Harakat qilaverardim, bo'lmasdi. Va bu narsa menga yoqmasdi. O'sha yoqmagan natijasida har xil выгораниялар bo'lardi, stresslar bo'lardi. Bir xil vaziyatlar bo'lgan, işte bo'ldi, progress menga emas ekan, işte bozorda bu xizmatga talab yo'q ekan degan narsalar ham bo'lardi o'zimda. Tinchgina boshqa ishimni qilsam bo'lar ekan yoki kontentga o'tib ketsam bo'lar ekan. Hozir hamma shaxsiy brend qilib katta pul topishyapti. Men ham shu sohaga o'tib ketsam bo'lar ekan degan xayollar ham kelgan, lekin bu narsani o'sha odamlar bilan o'sha sohasini mutaxassislar bilan maslahatlashganimda yo'q unaqa qilma, shuncha yo'l yurib qo'yding, yangi yo'lga boshlasang, yana yangi sohani noldan boshlaysan, lutchi o'sha o'zingni progress xizmatingni yana ham yaxshilashni o'rgan deyishgan. Va shunaqa qilib keyin 2025-yil avgust oyida men bo'ldi bo'lmas ekan, charchab ketdim, o'sha bitta patologda qovurib, menga yana ustoz kerak ekan, ustoz topishim kerak ekan degan xulosaga kelib, xatoyimni tushundim. Shunaqa qilib keyin daromadimni oshirish uchun har xil kurslarda o'qidim. Tebichkani kursini o'qib chiqdim, yana ssenariylarimni yaxshilik, xizmatimni yaxshiroq sotdim. Undan tashqari, imенно sotuv bo'yicha, qimmat sotish bo'yicha, klientlar bilan gaplashish bo'yicha, kommunikatsiya bo'yicha 3-4 marta o'sha yaxshi mutaxassislardan konsultatsiya oldim va menga eng katta yordam bergan narsa mana sotuv o'rganish bo'ldi. Va undan tashqari kitoblar o'qishni boshladim. O'sha chet ellik katta ekspertlardan, ayniqsa Alex Hormoziydan o'sha kitoblarni o'qib, o'zim to'g'ri taklif berishni, mijozlarimga to'g'ri taklif berishni o'rgandim. Xo'p, keyin o'sha hamma kerakli informatsiyalarni oldim, o'zim ustimda ishladim va sentyabrda maqsad qo'ydim. Bo'ldi, nima bo'lsa ham 3000 daromadga chiqishimiz uchun hamma ishlarni qilamiz deb qat'iy maqsad qo'yib harakatni boshladim va menga eng asosiy yordam bergan 5 ta qadam bor bu yo'lda. Shu 5 ta qadamni men hozir siz bilan bo'lishmoqchiman, diqqat bilan ko'ring. Xo'p, demak boshladik. Sentyabr oyida men bitta narsani o'zimga tushundim. Men oldingi loyihalarimda faqat bitta vazifani bajarayotgan bo'lsam, endi ko'proq mas'uliyat olishni boshladim va sentyabr oyida bitta loyiha bilan ishladim. Bu o'sha shaxsiy brendni noldan ko'tarish bo'yicha edi, Nurgul Kabulovna bilan. Va ularda shaxsiy brenddagi o'sha kontentlarni asosiy vazifamga oldim, ya'ni kontent chiqarishga, ssenariylar yozish, YouTube'ga va Stories'ga progressga deb asosiy ishim bu yerda ko'proq vazifa olganim uchun xizmat haqqi ham nisbatan oldingi loyihalarimdan ko'proq bo'ldi. Xo'p,
Bu oyda men nimani o'rgandim? Bu oyda o'rgangan eng asosiy narsa va menga yordam bergan narsa bu qimmat sotishi qonun qoidalari. Men hozirga eng asosiy 5 ta qoidasini ko'rsatmoqchiman. Bu narsani siz ham ishlatsangiz aniq foyda beradi, xudo xolisa. Qimmat sotishi eng birinchi oltin qoidasi bu: qilib berayotgan xizmatingizni qiymatini biling. Menda oldin zo'r bo'lganda, qanaqadir xizmat sotayotgan bo'lsam, olaylik 2 haftalik ishlab berishim kerak. 2 haftalik o'sha kanalga chiqadigan postlarni yozishga men o'ylardim-da, o'sha payt o'zimcha aqllilik qilib, o'sha qancha vaqt ketadi? 2-3 kunda yozib qo'yarkanman. Bo'ldi, o'sha shuning uchun menga $200, $300 bersa rozi bo'lamanmi deganman-da, rozi bo'laman. Ketkizgan vaqtimga arziydi deb o'ylaganman-da. Keyin shunaqa qilib arzonga sotib yuraverganman. Qaraysiz, menda xizmatimni yaxshi qilib beryapman, zo'r qilib natija olib kelib beryapman, lekin men o'zimcha ketkizadigan vaqtim taraflama o'ylaganman-da, mijoz oladigan qiymat taraflama o'ylamaganman. Demak, bu yerda oladigan eng asosiy insightimiz, birinchi o'rinda siz fikrlashingizni to'g'rilashingiz kerak, ya'ni qilib berayotgan xizmatingiz mijozga qancha foyda olib kelish taraflama o'ylashingiz kerak. Misol bilan tushuntiraman. Qaysidir webinar kanali siz program qilib webinarga odam olib kirib berishingiz kerak. Agar siz 10% odam olib kiradigan bo'lsangiz, bu bo'ladi. Naprimер, 10% odam kirsa 100 ta sotuv bo'lar. 15% odam kirsa, u 150 ta sotuv bo'ladi. Har bitta o'sha 50 ta ko'p sotuv bo'ldi. Har bitta sotuv $100 deb oladigan bo'lsangiz, bu yerda sizda bo'ladi mijozingiz $5000 ko'proq ishlayapti. O'zi qilib yurgan programmada 10% odam kirgan bo'lsa, siz zo'r qilib xizmatingizni ko'rsatib bersangiz, 15% odam kiradigan bo'lsa, o'sha mijozingiz $5000 foydada-da, $5000 ko'proq topyapti. Va shundan kelib chiqib siz o'zingizni narxingizni qo'ya olasiz, 1,5 deb narx qo'yib ayta olasiz. Chunki o'sha mijozingiz baribir qilib berayotgan ishingizdan, sizni xizmat haqqingizdan ko'ra 3-4 barobar ko'p foyda ko'ryapti. Xo'p, mijoz tarafdan qaraydigan bo'lsak, mijoz sizga $1000 beryapti. Buni natijasida uni cho'nchagiga qo'shimcha $4000 kelyapti. Mazzami mazza. Xo'p, qimmat sotishi ikkinchi asosiy qoidasi bu ishonch qurish. Mijoz sizga ko'proq pul to'lash uchun albatta bu narsaga mijoz ishonishi kerak. Ishonch qurishi eng asosiy triggeri bu natijalaringizni ko'rsatib berish. Xo'p, natijalaringiz qancha ko'p bo'lsa, qancha har xil, xilma-xil natijalar ko'rsatgan bo'lsangiz bo'lishi mumkin. Stories axvatini oshirish, webinar katta konversiyasi, qaysi reels millionga uchganligi, har xil natijalaringizni mijoz ko'ra olsa, shuncha o'zi ishonchi ortib boradi sizga nisbatan. Va imенно o'sha nishalashga ham qaraymiz bu yerda. Qaysidir nishadagi o'sha natija qilib bo'lgan bo'lsa, sizga ishonish oson. Masalan, olaylik, menga eng ko'p keladigan auditoriya bu biznes sferasidagi auditoriya bo'lishi mumkin. Tadbirkorlar, sotuv bo'yicha mutaxassislar yoki investitsiya bo'yicha mutaxassislar, pulga aloqador mavzularda kelishadi. Chunki mendagi eng o'sha kuchli kezlardan bittasi Alisher Isayev. Men ularda ishlaganimga ishonib, boshqalar ham bemalol o'zining loyihasini menga ishonib topshira olishadi. Sizda ham agar qaysidir loyiha zo'r bo'lgan bo'lsa, masalan, psixologiyada zo'r ishlagan bo'lsangiz, psixolog klientlarni olishingiz osonroq bo'ladi. Yoki dietologiyada zo'r keys qilgan bo'lsangiz, boshqa shu sohadagi klientlarni olishingiz osonroq bo'ladi. Va qo'shimchasiga nafaqat osonroq, balki xizmatingizni qimmatroqga sota olasiz. Xo'p, keyingi qoida bu ko'proq mehnat, ko'proq pul. Mehnatdan ham ko'ra shu mas'uliyat desak bo'ladi. Qancha ko'proq o'zingizga mas'uliyat olsangiz, shuncha ko'p sizni daromadingiz ham ko'payib boradi. Masalan, ba'zi bir loyihalarda faqat Telegram emas, ham Storiesda ham program qilib berish, ikkita uslugani qiladigan bo'lsangiz, sizga ko'proq daromad olib keladi. Yoki faqatgina Stories makerlik qilib, faqatgina Stories qo'shish emas, qo'shimcha o'sha ssenariyni yozib beraman desangiz, ko'proq pul topasiz. Yoki-da webinar kanal qilayotgan, faqat webinargacha program emas, undan tashqari yana webinardan keyin kursgacha bo'lgan program ham beraman siz ko'proq daromad qila olasiz. Men hozir bergan 3 ta misolim hammasi o'zimning kesimda bo'lgan, o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytib beryapman. Keyingi qoida bu 4-inchisi narx aytib ko'rishdan qo'rqmang. Masalan, menda qo'rquv bo'lgan, işte menimcha narx aytib yuborsam, menga klient ishonmasachi yoki-da klient "Namcha qimmat, boshqalar sendan arzon qilyapti, xuddi shu desachi" degan qo'rquvlar bo'lgan. Bu narsaga qo'rqmang, bemalol xohlagan narxingizni aytsangiz bo'ladi. O'sha xizmatingizga xohlagan summangizni so'rasangiz bo'ladi. Ma'qul kelgan klient ishlaydi, ma'qul kelmasa klient ketaveradi. Bu narsadan qo'rqmang hech qachon. Va yana bitta eng muhim narsa, siz mijozga qimmat narx aytsangiz, u narxni kelishib arzonlashtirish mumkin-da, tushib berishingiz mumkin qanchadir skidka qilib. Lekin siz o'sha arzon narx aytib qo'ygan bo'lsangiz, uni qimmatlata olmaysiz undan keyin. Juda ham qiyin bo'ladi qimmatlatish. O'shaning uchun balandroq narx aytishdan qo'rqmang, bemalol aytavering xohlagan narxingizni. Xo'p, yana bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Bu yerda menda bo'lgan, что qimmat narx aytsa klientlar yo'q bo'lib qolishi, boshqa narsalar yoki-da to'g'ri kelmaydi deyishi mumkin, lekin siz bu yerda
big picturedan qarang, ya'ni kattaroq tepadan qarang. 10 ta klient bilan siz gaplashib ko'rgan bo'lsangiz, 10 tadan masalan 2 tasi, 3 tasiga bu xizmatingiz yoqqan bo'lsa va o'sha xizmatingizni olsa, bu o'zi zo'r natija, katta konversiya, 30% konversiya. Siz 10 ta klientga yoqishi shart emas sizning narxingiz. 10 ta klient sizga "Va, zo'r ekan" deb ishlashi shart emas. O'sha fikrlash tarafi ham to'g'ri. İşte 10 ta odamdan 2 tasi, 3 tasi borinki, 4 tasi sizni o'sha narxingizga ko'nib siz bilan ishlayaptimi? Bu zo'r natija. Shu bo'yicha davom eting. Xo'p, undan keyingi 5-qoidasi bu yo'q deyishni o'rganish. Bu xato, bu narsani o'rganish menga juda ham qimmatga tushgan, chunki o'sha ko'p vaziyatlar bo'lgan, o'zi ko'ngil bo'shlik qilib qo'yib, ovorasiz, işte voy zo'r odam ekan, zo'rani katta auditoriya ekan, voy zo'r prodyuserdan taklif chiqyapti, ishlamasam bo'lmaydi deb arzon pulga, mizerli summaga, qanaqadir sotuvdan KPIlar bir balo mavhum narsaga ham xo'p deb qo'yaverasiz. Lekin bu sizga dальнейший o'sha uzoq muddatda qaraydigan bo'lsangiz, faqat ziyonga ishlaydi. Shunaqa vaziyatlarda men sizga tavsiya qilaman, yo'q deyishdan qo'rqmang. Xo'p, shaxsan o'zimda bunaqa paytlar juda ham ko'p bo'lgan. O'sha xizmat narxini oshirgandan keyin eski klientlar bo'ladi. Eski klientlar yaxshi natija qilib berganingizdan keyin, конечно, oldingizga kelishadi, lekin ular o'sha baribir qimmat narx bera olmagandan keyin, katta summa bera olmagandan keyin ularga yo'q deyishga majbur bo'lasiz. O'sha ko'p so'rashgan vaziyatlar bo'lgan. O'zimda eski ishlagan loyihalarimda qilib bering, qimmatlab ketibdi, menga sal ko'tarmayapti, oldin ishlaganmiz-ku, qilib beravering, men siz postoyanniy klientingizman, bu degan narsalar ko'p bo'ladi. Yokida o'sha yana bir xil vaziyatlar bo'ladi. İşte ishlab turing, boshida predoplatasiz, o'sha zapusk tugagandan keyin sizga KPIga bog'lab nimadir qilib plyus qilib beramiz, bu degan vaziyatlar bo'ladi. Bunaqa vaziyatda mening maslahatim yo'q deyishni o'rganing. O'sha boshida minimum 30% predoplatani olib ishni boshlang. Shunda o'sha bunaqa loyihalar ishonchli bo'ladi. Katta ehtimol bilan aldanib qolmaysiz, katta ehtimol bilan plyus oxirida olib chiqib ketasiz. Bu narsani men o'sha qimmatga tushgan deganim sababi, men boshida ko'p qilgan xatolarim o'sha ish oxirida pul olishga kelishib qo'yish, o'sha boshqa narsalar ko'p bo'lgan va bu narsada o'sha pulsiz qolib ketgan vaziyatlarim ko'p bo'lgani uchun, ko'p marta yeb qolganim uchun men sizga bu narsaga aytaman, bu xatoni boshqa qilmang. Xo'p, qimmat sotish asosiy 5 ta qadamini, 5 ta qoidasini o'rgandik. Buni o'sha podrobniy qilib, yana boshqa qonun qoidalari bilan o'zimni ko'proq kezlarim bilan men yaqinda ochiladigan shogirdlik dasturimda o'rgatib o'taman. Agar sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, ma'lumot beraman. Bu oyda men asosiy nimalarni o'rgandim? Birinchi o'rganganim o'sha qimmat sotish qonun qoidalari. Buni не только bilish va amal qilishni boshladim. Shunda o'sish boshlandi menda va undan tashqari profillarimni to'g'ri upakovka qilishni boshladim. Profilingiz siz haqingizda ma'lumot beradi, siz haqingizda siz o'rningizga profilingiz gapiradi. O'shaning uchun to'g'ri upakovka qilib oling. Xo'p, tasavvur qiling, men profilda просто tak bitta harf yozib qo'ygan, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Bunaqa profilda siz sotuv qila olmaysiz. Sotuv qilish juda ham qiyin. Odam chunki ishonmaydi. Robotmi bu, botmi bu deb o'ylashi mumkin-da. Ko'p ko'rganman o'sha stories maker qizlar, qanaqadir programmachilar, ssenaristlar, SMMchilar mana shunaqa qilishadi-da. Bu juda ham katta xato. Bunaqada sizda birinchi navbatda ishonch bo'lmaydi. Ishonch bo'lmagandan keyin qimmatga sota olmaysiz. Xo'p, qanaqa bo'lish kerak? To'g'ri sozlangan Telegram qanaqa bo'ladi? Bu ko'rgan bo'lsangiz, bu meni личный o'sha Telegramdagi ish akkauntim. Bu yerda o'sha rasm turibdi. O'zim rasmim, hech qanaqa statuslar, bir balo gulpillar rasmi emas. Undan tashqari Telegram kanalim turibdi. O'tga ba'zi bir vaqtlarda ma'lumot berib boraman. Aktiv yurg'izmayman, lekin asosiy ma'lumotlarni berib boraman. Xo'p, bundan tashqari o'sha bioga yozib qo'yganman. Nima ish bilan shug'ullanaman? Marketing sferasidaman, marketing ichidagi zapusk sohasidaman va zapusk ichidagi prograf yo'nalishidaman. Xo'p, bundan tashqari mana 3 ta stories turibdi. Bu storieslar asosiy case'im. Bundan tashqari o'sha treningga borganlarim va undagi insightlarni yozib qo'yganman. Примерно men haqimda o'sha meni dunyoqarashimni, fikrlashimni, qanaqa odamligimni ochib beradigan storieslar. Xo'p, ismingizni ham aniq yozib qo'ying va albatta username bo'lsin. Yana bitta narsani aytaman, iltimos telefon nomeringizni kontaktga saqlang qilsa chiqsin. Shunaqa vaziyatlarda o'sha juda ham noqulay bo'lishi mumkin. Klientlaringizga işte telefon qilishadi, Telegramdan yozib yuboring degan paytda qiynalib qolishmasin. Maksimalni sizni topish oson bo'lsin klientlaringizga. Xo'p, shunaqa qilib, yana kezlarni qo'yib qo'ygan Telegram kanalingiz linki ham bo'lsa, Instagram profilimdan любой odam o'sha blogimdagi blogim emas, portfolyomdagi kezlarim ko'ra olishi mumkin. Hozir Instagram haqida gaplashamiz. Instagramda ham menga eng foyda bergan narsa bu mana shu aktualnilar. Eng kuchli jihati mana shu aktualnilarni to'g'ri qilib qo'yganim deb o'ylayman. Конечно, o'zim tarafdan qaraydigan bo'lsam kamchiliklar bor, lekin o'sha mijozga juda ham qulay bu narsa. Mijoz shunda aktualliklarni ko'rib chiqadi-da, siz qilgan loyihalaringizni, o'zi qanaqa odamligingizni, qayerdan o'zi kimlarda o'qiganingizni yoki
bo'lishi mumkin. Qaysi kezlarni qilganingiz, konsultatsiyangiz bormi, yo'qmi, boshqa narsalar hammasi o'sha qanaqadir kitobda o'qigan narsalaringizni qo'ysangiz ham bo'ladi. O'sha sizni ko'rib, qanaqa odamligingizni bilib olish kerak. Bu yerda ya'ni bitta narsa aytib o'taman, faqat loyihalaringiz bo'lib qolmasin, o'sha hayotingiz haqida ham ozgina bir ma'lumot berib boring. Bu narsa juda ham o'sha mijozga qulay bo'ladi. Işte sizni topib yurmaydi yoki переговорda siz haqingizda tanishmaydi. O'sha oldindan sizni tanishib, o'sha sizga bo'lgan ishonch shakllanib, переговор payti faqat o'sha narx masalasida, qiladigan ishingiz masalasida gaplashasiz. Ungacha o'sha sizni profilingiz sotib bo'lgan bo'ladi. Xo'p. To'g'ri sozlangan Instagram profili qanaqa bo'ladi? Manikini ko'rsangiz bo'ladi. O'sha asosiy qo'yib qo'yganman. Birinchi o'sha nickname joyiga progress ssenarist deb qo'yib qo'yganman va sizga yana bitta aytib o'taman. Bitta kasbingiz tursa, iltimos, ko'pchilikni qiladigan xatosi ham content maker ham, producer ham, yana nima bo'lishi mumkin? Stories maker yoki SMMchi 4 ta 5 ta narsa yozib qo'yadi. Bu juda ham anaqa to'g'ri emas. Bitta kasbingizni yozing va nimaga bunaqa deyapman? Chunki poisk berishadi-yu, masalan, progressionersiz kerak bo'lib qoldi. Poisk berganda o'sha birinchi bo'lib nickname'dagi joy chiqadi-da. O'shaning uchun maslahat beraman, bitta kasbingizni va katta-katta harflar bilan progressionersiz deb yozib qo'ying. Xo'p, undan keyin keyingi qismiga o'tamiz. Ta'limda loyihalarimni, o'sha necha pulli bo'lgan loyihalarimni yozganman. Ancha oldingi ekan bu. O'sha 500 mingni yozib qo'yishim kerak ekan. Xo'p, undan keyin o'sha uy bo'yicha qurilishligini yozganman va buni tagida portfolio kanalim turibdi. Call to action ham yozib qo'yganman, bu ko'rinmay qolibdi. O'sha hamkorlik yoki konsultatsiya bo'yicha mana bu qo'yganman, direktga yozing deb qo'yganman. Bundan tashqari men bu ko'k turgan silka bu yerda Telegram kanalim. U Telegram kanalda faqat loyihalarim bor. O'sha bemalol mijoz kirib loyihalarim haqida ma'lumot olib, men bilan bog'lanish mumkin. Xo'p, shunaqa. Va yana videolar qilingan bu yerda o'sha eng yaxshi natijamni va o'sha progress nima degan mavzudagi reelsimni pin qilib qo'yganman bu yerda. Va bu oyda o'rgangan yana bitta asosiy narsam bu qayta aloqaga chiqish. Mijozlaringiz bilan qayta aloqaga chiqish kerak. Xo'p, hamma nima qiladi? Hamma ko'pchilik bir marta taklif beradi mijoziga va yana qaytadan so'raydi, bir marta ishlaymizmi, nima bo'ladi? Bir marta so'raydi va shu bo'yi yo'q bo'lib qoladi. Даже bir xil odamlar o'sha qaytib ham chiqmaydi, nima bo'ladi deb. Aslida nima qilish kerak? E'tirozlar bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. Ya'ni o'ylanib turgan mijozlardan yoki yo'q bo'lib qolgan mijozlardan aloqaga chiqib, o'sha 2-3 kunda aloqaga chiqib, nima bo'ldi o'zi, nima qiladigan bo'ldingiz, nima qarorga keldingiz deb qayta aloqaga chiqishdan qo'rqmang. Xo'p, shunaqa qilib sentyabr oyidagi maqsadlarimni o'sha 50% ga erishdim. Ya'ni 3 mingga baribir chiqolmadim. Kamroq bo'lib qoldi ozgina. Va o'shanaqa qilib birdaniga o'sha o'zimga telefon yangilab oldim va MacBook oldim yangi. Xo'p, shunaqa qilib davom etamiz. Ikkinchi qadam bizda oktyabr oyi bo'ldi. Oktyabr oyida men loyihalar oldim. 2-3 ta loyihalar bilan ishladim. Xo'p, birinchi loyiham bu yerda Maqsuma Shirmetova bo'lgan. Aytganimdek ko'proq mas'uliyatda boshlaganman. Stories programmini va Telegram programmini qilganmiz. Seminar qilib, mentorlik dasturini sotganmiz. O'sha tadbirkorlarni o'qitadigan, ayol tadbirkorlarni chiqaradigan dastur qilganmiz. Xo'p, undan tashqari bu yerda ikkinchi proyektim Iskandar Building Spot'da, ya'ni qurilish loyihalari bilan ishlashni boshlaganman oktyabr oyida. Bu yerda nima qilganmiz? 2 hafta davomida Telegram kanali yurgizib, Samarqanddagi ofisda o'sha sotuv bo'lgan. Adashmasam 20-30 ta atrofida uy sotilgan, o'sha progress qilib, ketidan sotuv ofisiga olib borildi. Xo'p, undan tashqari 3-loyiham bu yerda Muhammad Nur aka bilan bo'lgan. Ularga Instagramga kontent bo'yicha ishlaganman. Bir nechta reelslarimiz ular bilan milliondan oshgan prosmotrlar bo'lgan. Juda ham yaxshi ko'rib ishlagan loyihalardan bittasi. Xo'p, undan keyingi loyiha bizda bo'ldi Muhammadjon aka bilan, ya'ni psixologiya bo'yicha kontentlar qilganmiz. Undan tashqari ular bilan raspakovka qilib, o'sha raspakovka natijasida o'sha progress va kontent bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatish xizmatimni sotganman. Xo'p, bu oyda asosiy o'rgangan narsam, mijoz sizga ko'proq pul to'lash uchun siz o'sha shunga mos xizmat ko'rsatishingiz kerak va bundagi o'sha asosiy qoidalarni hozir sizlar bilan bo'lishaman. Xo'p, katta chekdagi loyiha bilan ishlayotganda eng birinchi o'rinda to'g'ri kommunikatsiya qilishni o'rganishingiz kerak. Qanaqa bo'ladi bu? Birinchi o'rinda o'sha mijoz telefon qilyapti, SMS yozyaptimi, maksimalni tez javob berishga harakat qiling. Yo'q bo'lib qolmang, masalan 3-4 kunlabki javob bermay, o'sha sira javob berishga harakat qiling. Undan tashqari o'sha muntazam sazvorlar, ko'rish kerak bo'lsa offline ko'rishishlar, boshqa narsalar bilan muntazam kommunikatsiyani ushlang. Xo'p, masalan, men mijozlarimdan muntazam o'sha feedback so'rab boraman. Masalan, bu yerda rasmni ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa feedback bera olasiz, nimalarni to'g'rilashim kerak yoki nimalar yaxshi ketyapti, nimalarga yaxshilab fokus beraylik so'raganimda o'sha aytganlar, negativnimi, boshqa narsami farqi yo'q. Siz boshqa narsani muhimi bilib,
to'g'irlashingiz. Mijoz ichida qolib ketsa yaxshi emas-da, bu ichida qolgani ertaga boshqa odamga borib siz haqingizda negativni fikr bildirish mumkin, negativ otsi berish mumkin. Lutchi shu gap sizga aytsin-da va siz o'sha narsani to'g'irlab yaxshilab boring. Bu yerda ham o'sha dars materiallar bilan yaxshilab tanishib chiqing, kursni ko'rib chiqing degan feedback olganman. Bundan keyin mana shu narsani yaxshilashni boshlaganman. Xo'p, ikkinchi muhim narsa bu oldindan planlashtirish. Planlashtirish bo'lmasa, men uchun eng muhim narsalardan bittasi prograffi to'liq plani bo'lishi kerak. Masalan, mijozlarimga men boshida ko'rsatman, mana shu plan bo'yicha ketamiz. Mana shu kuni mana shu narsa chiqadi, mana bunaqa formatda. Mana shunaqa ketaversinmi, tasdiqlab berasizmi yoki qanaqadir esdan chiqib ketgan narsa bo'lsa yoki siz xohlayotgan narsa bo'lsa aytsangiz, to'g'rilab boramiz. Bunaqa vaziyatda siz oldindan plan berganingizda bu mijozga juda ham komfortli bo'ladi. Что u o'ylab yurmaydi, xavotirlanib yurmaydi. Voy nima bo'larkan, nima chiqarkan deb siz o'sha plan bo'yicha ketayotganingizda o'sha tiniq yo'l borligini bilib, sizga ishonch yana ham oshadi va ko'proq pul berishdan qochmaydi. Xo'p, shunaqa. Va uchinchisi bu analiz qilish. Analiz deganda o'sha olgan proyektingizni o'tida o'rganib chiqishingiz kerak. Birinchi qadam o'zi brief beraman. Har doim mana shu briefga asosida o'sha raspakovka bo'ladimi, kastef bo'ladimi, kerak bo'lsa kastefni birga qilishingiz mumkin, qilinmagan bo'lsa, kursda o'sha natijalari bo'ladimi, kursning o'zi metodologiyasimi, darslar bo'lsa, darslarni ko'rib chiqib, maksimal o'sha proyektga moslashishingiz kerak. Maksimal o'sha proyektni o'rganib chiqib, o'sha ekspertni nomidan gapirishingiz kerak-da. Siz o'sha mijoz sezmasligi kerak, что ekspert gapiryaptimi yo boshqa odammi deb. Menda ko'p vaziyatlar bo'lgan, что ekspert yozyapti deb o'ylaganman rostdan. Voy siz yozyaptimi, siz program qilyaptimiz. Men o'ylabman ekspert o'zi rostdan gapiryapti deb o'ylagan vaziyatlar bo'lgan. Sizda ham shunaqa narsalar bo'lishi kerak, что mijozni tilidan yozishingiz kerak. Robot yozayotganda yoki boshqa odam yozayotgandek bo'lishi kerak emas. O'sha mijoz kamerada qanaqa gapirsa, sizning kanaldagi programlaringiz ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Xo'p, natijada men qo'ygan maqsadimni 68% ga erishdim. Bu qanaqa bo'lgan, o'sha 3000 ga baribir yana ozgina yetmay qoldi. Shunaqa qilib, buni natijasida men o'qishimga to'ladim. Kontrakt o'qiyman, kontraktimni olib bordim. Bundan tashqari tishimga briketlar qo'ydim. O'sha oy. Xo'p, ketdi. Keyingi qadam bizda noyabr oyi, noyabr 3-qadamda men nimalar qildim? Kamol Digital bilan ishladim. O'sha aytganimdek, birinchi o'sha Mahsum opada yaxshi xizmat ko'rsatganim uchun xuddi o'sha prodyuser menga yana boshqa loyihasini shon topshirdi. Va bunda nimalar bo'ldi? Storiesda prograf qilindi, Telegram kanalda kursga prograf qilindi, seminar bo'ldi, ya'ni mentorlikka odam yig'dik. Xo'p, ikkinchi loyiha bo'ldi, Rustanbek dasturchi bularda Telegramdagi webinar kanalini yurgizish bo'ldi. Webinargacha va undan keyin dasturlash kurslarigacha dashimlarni ham qildik. Xo'p, undan keyingisi bizda Chinara Park bo'ldi. Bu ham qurilish bo'yicha loyiha. Webinar kanalini yurgizdik, webinar qildik, webinar qilib uy sotdik. Webinarda 10% konversiya bo'ldi va 12 dan 100 ga yaqin, aniq raqam esimda yo'q, 70 ta 100 ta orasida uy sotildi. Xo'p, undan keyin yana bitta bizda bo'ldi. Qurilish loyihasi Makon Residence bu yerda Telegramda o'sha webinar o'tib bo'lgandan keyin kunlik o'sha dajimlarga kelishib dajimlar qilib uy sotdik bu yerda. Va bundan tashqari noyabr oyida yana bitta loyiha bo'lgan. Arab tili bo'yicha ustoz Zakariyaniki edi. Va bunda menda to'g'ridan-to'g'ri webinar kanal programmini qilmaganman. Bu сопровождение formatida bo'lgan. Ya'ni men ustoz sifatida, mentor sifatida o'rgatib turganman o'sha programchiga. Va ular qilganlar Telegram kanalda yurgizib, natijada zo'r konversiya bo'lgan, ya'ni 20% lik konversiya bo'lgan, juda ham yaxshi loyiha bo'lgan. Xo'p, bu yerda yana bitta insight aytib ketmoqchiman. Siz o'sha yaxshi ssenarist bo'lsangiz, yaxshi programchi bo'lsangiz, hozir bozorda bu narsaga juda ham talab katta. Va siz nafaqat o'sha o'zingiz yozib boshqa qilib pul topishingiz mumkin, balki o'sha konsultatsiyalar orqali, har xil сопровождениялар orqali bu narsani qilishingiz mumkin. Masalan, bu proyektda ham menda ketgan narsa juda ham ko'p narsa ketmagan. Masalan, katta fokus ketmagan. O'sha kommunikatsiyani ushlab turganman va o'sha sazvorlik qilib o'rgatib turganman, plan qilib turganmiz birga. Hatto o'zim yozib boshqa qilib katta fokus ketmagan. Bu natijasi o'sha aytganimdek qanchadir fiksiya summa bo'lgan. Bundan tashqari har bitta o'sha 15% mi, 12% mi kelishganmiz. O'sha summada har bitta oshgani uchun plus qanchadir KPI kelishganmiz va bu qo'shimchasiga adashmasam $250 atrofi menga kelgan pul bo'lgan. Xo'p, bu oyda nimalarni o'rgandim? Birinchi o'rinda o'sha stabilniy sizga mijoz kerak bo'lsa, oyiga aytganimdek 3 ta, 4 ta, 5 ta loyihalar bilan ishlash uchun sizga stabilniy mijozlar oqimi kerak, varonka deymiz. Varonka kerak. Buni eng oson yo'li, eng
ishlaydigan yo'li target yoqish bo'ladi. O'zi shu paytgacha men oktyabr dedim, oktyabrgacha menga loyihalar qatdan kelgan. Eng asosiysi o'sha tanishlardan kelgan. Tanishlar va o'sha sarafanli bo'lib, tanishlaridan kelishgan va bundan keyin men o'zimga target yoqishni boshladim. Target yoqqanimdan keyin o'sha stabil mijozlar oqimi, ya'ni katta chekdagi mijozlar bilan ishlash osonlashdi. Xo'p, hozirgacha $250 atrofida targetga pul sarflagan bo'lsam, buning ketidan men 8 ta proyekt oldim. 8 ta proyekt o'rtacha $1000 atrofidagi sredniy chek bilan. Yana bitta misol keltirib beraman va aytdim Ruslanbek dasturchi bilan ishlaganmiz deb. Ular bilan qanaqa bo'lgan ishlash, u loyihani olish, bir kunda o'sha target yoqqanman, ketidan ertasi kuni o'sha proyektni olib ishni boshlaganman-da, o'sha predoplata bilan. Chek atrofi $600 atrofidagi ish bo'lgan, xizmat sotilgan. Aytmoqchimanki, o'ylamang siz qatdan klient topaman, boshqa qilaman deb target yonsa, yoqadigan bo'lsangiz, xizmatingizga bemalol siz o'sha kerakli mijozlarga siz targetingiz yetib borib, xizmatingizni sotishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa takliflarni berganim, qanaqa ssenariylar bo'lgan o'sha target kreativlarga va qanaqa target videolar olganman, bu haqida bilish uchun Instagramda o'sha video ko'rayotganingizda meni atmetka qilasiz va men sizga buni qanaqa qilib qilganimni, o'sha target videolarni, kreativlarni, boshqa narsalarni sizga beraman bepulga va buni olib turib siz o'zingizga qo'llashingiz va mijozlarni topishingiz, target yoqishingiz yana ham oson bo'ladi. Xo'p, albatta foydalaning. Bu oyda yana bitta o'rgangan eng muhim narsalardan bittasi bu 2000-3000 atrofidagi mavhum puldan aniq kelishuvda bo'lgan, aniq bo'lgan $1000, $1,5 atrofidagi pul sizga yaxshiroq. Chunki masalan bo'ladi har xil vaziyatlar, o'sha imенно o'sha oktyabr, noyabr oyidan bo'lgan menga ishlasangiz, katta loyihalar bo'lganda, ishlaysiz. Bizda anaqa predoplata bo'lmaydi, qanaqadir fiksirованный summa yo'q. Sotuvdan kelib chiqib turib sizga pul beramiz, sizga KPI qilamiz. Sotuvdan KPI qilish bu juda ham katta xato, juda ham katta stress, chunki mavhumda bu bilmaysiz qancha sotuv bo'lishini. Chunki sotuv uchun bitta mavhum deganim, stress deganim yana bitta sababi, sotuv faqatgina sizning qo'lingizda emasda. Siz KPI belgilaydigan bo'lsangiz, vebinari konversiyasiga KPI qilishingiz kerak yoki predzapis topib beradigan lidlaringizga KPI qilishingiz kerak. Sotuv o'zidan qiladigan bo'lsangiz, bitta o'zingizga emasda. Masalan, siz zo'r qilib odam olib kirib beryapsiz vebinarga. O'sha kuni ekspert yaxshi sota olmasa-chi, ekspert mazasi bo'lmasa, tomog'i og'rib, yaxshi energiya bilan sota olmasa nima bo'ladi? Siz kuyasiz bu yerda yoki zo'r lidlik kelyapti, sotuv bo'limi rasvosini chiqarib tashlab 5%, 10% konversiya qildi. Bu yerda siz yana yutqizyapsiz. Yoki masalan qanaqadir boshqa vaziyatlar bo'lishi mumkin-da. Sotuvga anaqa aloqasi bo'lgan vaziyatlar juda ham ko'p. O'shaning uchun men sizga aytaman, KPI qilmoqchimisiz? Qilayotganingizda webinar konversiyasidan qiling. Chunki webinar konversiyasi to'g'ridan-to'g'ri sizga bog'liq. Bunda ham даже risk bor, faqatgina bitta platformada bo'lib qolishi mumkin yoki svet ochib qolishi mumkin-da, bilib bo'lmaydi, hammasi risk. O'shaning uchun aniq kelishilgan summa bilan ishlashni boshlang. Unaqa katta va'dalar yoki qanaqadir katta KPI-larga yo'q deyishni o'rganing. Bu yana bitta o'rgangan asosiy narsa ham bu taklifni kuchaytirish. Mijozga berayotganda shunchaki progress qilib beraman, bo'ldi, 2 kun yo 2 haftalik progress bo'ladi, bo'ldi deb kelishsiz, bu mijozlar sizga ishonchini kamaytiradi. Birinchidan, ikkinchidan qimmat cheki sota olmaysiz bunaqada. Nima qilish kerak? Buning uchun qanaqadir kafolat berishni o'rganing. Xo'p, masalan, men kafolatni qanaqa qilib beraman? 10% ga garantiya beraman. 10% konversiya bo'ladi va 10% dan o'tgan har bitta plus foiz uchun $100 plus bonus qo'shamiz va 10% dan kam bo'lib qolgan har bitta foiz uchun minus $100 ayirib tashlaymiz. Shunaqa qilib taklif beraman. Bu juda ham kuchli taklif. Mijozdan qaraydigan bo'lsangiz, unga ham riski yo'q, double 10% bo'ladigan bo'lsa, yaxshi, 10% dan kamroq bo'lsa, unga ham risk qilmaydi, bo'ldi, pulni kamaytirib beraman. Yoki unga ko'proq bo'ladigan bo'lsa, baribir foyda oladi-yu, ko'proq odam o'tirsa, ko'proq sotib bo'ladi va unga ham o'sha mijoz tarafdan qaraydigan bo'lsangiz, har bitta o'sha plus bo'lgan foiz uchun $100 berish hech nima emas deb beraveradi. Xo'p, shunaqa bu narsa ham o'sha mijozlar oqimini ko'paytiradi, qiziq taklif va o'sha katta ehtimol bilan o'sha mijozlar ishlaydi. Men o'zimda ham shunaqa qilib olgan loyihalarim bo'lgan. Shunaqa qilib ishlab kelyapman 2-3 oydan beri. Endi sizga zo'r savol. Bu oy qanaqa natija bo'ldi deb o'ylaysiz? Shuncha bosib ishlandi, shuncha ishlar qilindi, shuncha maksimal savoblari qilindi. Va shunaqa qilib, Xudoga shukr, bu oyda men qo'ygan planimga erishdim, natijamga, maqsadimga erishdim. Va buning ketidan nimalar bo'ldi? Boya esinglarda bu slayd boshida aytdim. $100 pul bilan $4000 kursda o'qiganman deb, o'sha kursda qolib ketgan 50% to'lov qolib ketdi, o'sha to'lovni qildim. Xo'p, bundan tashqari o'sha o'zim xursand qilib har xil shoppinglar qildim, boshqa narsalar qildim. Keyin uydagilarimga pul berishni boshladim, o'sha kattaroq pullar berib ularni xursand qilishni boshladim.
ulardan ko'proq dog' olganim sari shunda ham baraka ko'payib boraverdi. Xo'p, bundan tashqari yana investitsiya qilishni boshladim. O'z investitsiyaga juda ham qiziqaman. Birinchi o'sha imanga boshladim investitsiya qilishni. Har oyda o'sha muntazam qilib kelaman hozirgacha. Bundan tashqari hozir yana o'sha Amerika bozoriga chiqish xohlab, shuni ketidan yuribman, shu haqida o'qib, izlanib yuribman. Xo'p, shunaqa, keyingi oyga o'tamiz. Keyingi qadam bizda dekabr oyi bo'ldi. Bu oyda nimalar bo'ldi? Apka akademiyasining stories bilan ishladik. Xo'p, dekabr oyidagi ikkinchi loyiha bo'ldi. Avtomuallim Prava bo'yicha kurs o'tganmiz va bunda webinar kanali prografini qilib berganman. Webinarda ham konversiya zo'r bo'lib, 15% konversiya bo'lgan. Va sotuvlar ham yaxshi bo'lgan, Xudoga shukr. Xo'p, bu oy nimalarni o'rgandim? Birinchisi bu oyga eng katta insightim loyihani ko'paytirib 4-5 ta loyiha olib daromadingizni oshiraman desangiz, bunda vaqt cheklovi bor, ya'ni charchab qolasiz. Ko'rgan bo'lsangiz 5 ta loyiha bilan ishlagandim, undan oldingi oy ozgina bugaranali bo'lgan. O'shaning uchun men o'yladim, undan keyin yetabga chiqish uchun, ya'ni kamroq loyiha olib, maksimum 3 ta loyiha olib, qanaqa bundan ko'proq daromadga chiqishi o'yladim, yo'lini izladim va mendagi eng asosiy insight bu yerda blog qilish bo'ldi, ya'ni blog yurgizishni boshlash. Xo'p, blog boshlashda asosiy narsa bu yerda siz ekspertligingizni ochib berasiz va ko'rib turganingizdek bu yerda ekspertlik kontentlar qilishni boshladim. Kontentlarni asosan qilgan loyihalarim va loyihalarni qanaqa qilib qilganimni, qo'rqmasdan, yashirmasdan o'sha boricha asosiy insightlarimni berib bordim. Ssenaristlarning ko'p qiladigan xatolari haqida yoki sotuv haqida, progress haqidagi o'zim insightlarimni sekin tushuntira boshladim va buning natijasida menga o'sha prodyuserlar orasida yoki o'sha marketingchilar orasidagi asosiy ekspertlar qo'shilib, boshqa qilib blogim kattalashib boshladi. Xo'p, bu oyda men nimalarni o'rgandim? Keyingi o'rgangan narsam qarzi qolib ketgan qaysidir loyihalardan o'sha pul olishda uyalmaslikni va qayta aloqaga chiqishni boshladim. Oldin menda qanaqa edi? Xizmat haqqimni masalan bermay yurgan klientlarga 3-4 marta so'rardim. O'sha bo'ldi, bermadim, bo'ldi, bermaskan deb xafa bo'lib qanaqadir abida bilan qolib ketardim. Bo'ldi, qaytib yozmasdim. Va bu menda juda ham bir yosh bolacha katta xatoim bo'lgan. Hozir maqomman ishlagan haqqimni bermaguncha qaytadan so'rayman. Kerak bo'lsa har kuni, kerak bo'lsa har 2 kunda bir qo'ymasdan yozaman, telefon qilaman, boshqa qilaman. Shunaqa qilib o'sha xizmat haqqimni olishga harakat qilaman maksimalni va bu natijada menga o'sha bermay 1 yil bo'lgan, даже 1 yil davomida bermagan klientlar pulimni berishadi. Va sizlarga ham agar sizda ham shunaqa holatlar bo'lsa, uyalmang, so'ravering, pulingizni olmaguncha qo'ymang, что uyalmang, что sizni pulingizmi ular uyalsin, kerak bo'lsa, что sizni pulingizni qilib bermayotganiga, qarz bo'lib qolganiga ular uyalsin, siz uyalmang. Mijozingiz tarafdan qaraydigan bo'lsa ham, kerak bo'lsa mana shu ovoz o'tsin yo boshqa qilsin, yozmasin menga, tinch bo'ling deb ham sizga o'sha puli birinchi olganda sizga qilib beradi. Что qayta yozursiz, buni plus taraflari ham bor. Shunaqa qilib bu narsa sizga natija beradi va menda o'sha dekabr oyida qayta yozurganim uchun 1 yil oldin pulim bermagan klientim o'sha $700 qolgani bor edi, o'shani olib kelib berdi, to'lovini qilib berdi va yaxshi bo'ldi. Shunaqa qilib natijada blogimga fokus berdim. Planim 65% ga erishdim. O'sha aytganimdek noyabrda juda ko'p ishlar olib ozgina charchadim, dekabrda ozgina dam oldim va blogimga ko'proq investitsiya qilib, ko'proq blogim ustida ishladim. Xo'p, 5-qadam yanvar oyi haqida gaplashamiz. Yanvar oyidagi loyihalarim WeGrow Invest, bu investitsiya bo'yicha kurs edi va bunda nimalar qildik? Webinar kanali yurgizdim. Webinar kanalida webinargacha va undan keyingi kursgacha bo'lgan dajimlarni qilib kelamiz hozirgacha. Xo'p, webinarda 13% konversiya qildik. Webinar ham yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. Xo'p, keyingi loyiha qurilish bo'yicha loyiha edi. Bu o'sha Surxondaryodagi loyiha bilan ishladim, onlayn turib, 100% hammasi onlayn bo'lib, va bunda ham webinar qilib sotildi. Webinargacha va webinardan keyingi dashimlarni ham birga ideyalar almashib, nima qilsak bo'ladi, qanaqa qilsak bo'ladi deb qildik va примерно 100 ga yaqin uylar sotildi bu yerda ham. Xo'p, va yana 3-loyiham Sarvar Zavudinov bilan bo'ldi. Va bular bilan storiesda prografga ishladik. Ya'ni storiesda bir seminar qiladilar Sarvar aka, seminarga o'sha maksimal ko'proq lead olib kelib, o'sha organikani o'zida lead olib kelib, mijozlar jalb qildik. Xo'p, shunaqa bu oyda nimalarni o'rgandim? Bitta loyihaga $1000 ga sotmoqchi bo'lsangiz, siz nishalashingiz kerak. Ko'rgan bo'lsangiz, masalan, oldingi oyda menda ham kontentdan bo'lardi, ham qanaqadir raspikovka qilishlar yoki qanaqadir bo'lishi mumkin, mayda-chuyda xizmatlar ham bo'lardi-da. Bundan tashqari, men o'yladim,
Lutchi man dedim, 2-3 ta loyiha oling va ular faqat yokida stories bo'lsin, yokida webinar kanal bo'lsin. Chunki mana shu ikkala narsani men mazza qilib qilaman-da. Qolganlari menga sal stress beradi, sal qolganlarida qiynalib qolaman. O'shaning uchun eng yoqtirganim va eng kuchli tarafim bo'lgan ikkita sohani oldimda, ikkita uslugani va shunga fokus berib, shu orqali ko'proq kamroq ishlab, ko'proq pul topishni boshladim. Xo'p, natijada maqsadimni, o'sha qo'ygan maqsadimni 110% ga erishdim. Va hozir ham stabil o'sishda davom etyapman, Xudoga shukr. Xo'p, videoni shodgacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz $500 atrofida qotib qolgan daromadingizni 3000 ga olib chiqishi qadamlarini bilib oldingiz. Va ko'rib turganingizdek, ssenaristlik va programmlik sohasida men aniq bilaman qanaqa qilib daromadingiz muntazam oshirib borishi va shunga yarasha mijozlaringizga zo'r qilib xizmat ko'rsatish yo'l yo'rig'ini va bu narsani sizlarga ham o'rgatmoqchiman. Xo'p, yaqin orada men o'zim shogirdlik dasturimni boshlamoqchiman. Va hozir sizga shogirdlik dasturim haqida ma'lumot berib tanishtirib o'taman. Shogirdlik dasturi 1 oy davom etadi va 1 oy ichida siz 8 ta dars ichida ssenaristlikka oid hamma bilimlarni va ko'nikmalarni olasiz. Xo'p, birinchi darsda siz copywritingning eng asosiy formulalarni o'rganasiz. Oddiy qilib aytganda, qanaqa qilib to'g'ri matn yozishni va sotadigan matn yozishni o'rganasiz. Xo'p, ikkinchi darsda esa prograf mohiyati haqida gaplashamiz. Zapisk o'zi nima, prograf o'zi nima vazifani bajaradi, qanaqa triggerlardan foydalanish kerak, qanaqa qilib qaysi etaplarda prograf olib o'tamiz, shu haqida hamma ma'lumotlarni ega bo'lasiz. Xo'p, uchinchi darsda biz trafik yig'ishni o'rganamiz, ya'ni qanaqa qilib webinar kanalga odamlar yig'ish, qanaqa qilib targetga kreativ videolarni, ssenariylar yozish kerak yokida saytga qanaqa kopiyalar yozish kerak, qanaqa matnlar yozish kerak, shu haqida gaplashamiz. Va 4-darsda esa storieslar haqida gaplashamiz. Idealniy ekspertni storieslari qanaqa bo'lishi kerak, shu narsalar haqida gaplashamiz. Infopodlar ularga qatdan ideya oladi, qanaqa qilib syujetni liniyalar qilish kerak, qanaqa qilib aktualliklarni to'g'rilash kerak, shu haqida hammasini sira-siralarini Xudo xolisa 4-darsda o'tamiz. 5-darsda biz asosiy fokusimiz content marketingga qaratiladi. Ya'ni bunda qanaqa qilib reelslarni million prosmotr qilish kerak, qanaqa turlari bor, varonkalar, kontent orqali odamlar yig'ish, auditoriya yig'ish va ularga sotuv qilish haqida gaplashamiz. Bu bo'yicha alohida mehmon spikerlarimiz ham bo'ladi. Xo'p, keyingi darsda biz Telegram programm qilishni o'rganamiz. Telegram kanaliga qanaqa programm qilinadi, qanaqa turda kopiyalar yozish kerak. Eng asosiysi webinarga ko'proq odam kirishi uchun, kattaroq konversiya bo'lishi uchun qanaqa programm qilish kerak va o'zim o'sha firmaning struktura deydimi, o'shani sizlar bilan bo'lishaman, Xudo xolisa. Va bu darsda eng asosiysi har bitta nishada qanaqa qilib to'g'ri programm qilish kerak, shu haqida gaplashamiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, qurilish sohasi deysizmi, biznes deysizmi, qanaqadir konditorlik deysizmi yoki psixologiya deysizmi, har bitta nishani to'g'ri yo'l yo'riqda programm qilish, to'g'ri yo'l yo'riqda webinarga odam olib kirish haqida gaplashamiz. O'zingiz loyihangiz bo'lsa, bemalol o'sha foydalanib birgalikda o'sha soprovождение qilishimiz ham mumkin. Xo'p, keyingi darsda biz nima qilamiz? Keyingi darsda VSL strategiyasini o'rganamiz. Ya'ni YouTube videolar va VSL videolariga qanaqa to'g'ri ssenariy yozish va u orqali qanaqa qilib sotuv qilish haqida gaplashamiz. Bundan tashqari eng oxirgi darsda qanaqa qilib ssenaristlik xizmatini kattaroq summaga sotish va qanaqa qilib to'g'ri xizmat ko'rsatish haqida gaplashamiz. Agarda siz ssenarist, copywriter, stories maker, SMMchi shunga o'xshash sohalarda ishlaydigan bo'lsangiz, bu dars sizga suv va havodek kerak va bu darsda sizga qanaqa qilib xizmatingizga mijozlar jalb qilish, undan tashqari portfolioni to'g'irlash, qanaqa mijozlar bilan kommunikatsiyani ushlash, qimmatroqga sotish haqida gaplashamiz. Hozir darsda olgan ma'lumotlaringizni yana ham ko'proq va yana ham o'sha amaliyotda bajaradigan qilib olishingizni o'rganamiz. Xo'p, shunaqa qilib bu kurs orqali, bu mentorlikda o'qib, siz qanaqa natijaga erisha olasiz? Mentorlikdan keyin sizni nimalar kutyapti? Har qanday turdagi ssenariylarni professional yoza olasiz. Birinchi navbatda o'sha yozish ko'nikmangiz ustida ishlanadi. Bundan tashqari mijozlaringizga shunchaki o'sha 1 oylik, 2 haftalik ishlash emas, balki aniq ko'zga ko'rinadigan, pichoq qilinadigan natija qilib berishni o'rganasiz va undan tashqari xizmatingizni hozirgi sotayotganingizda 2x, 3x ko'proq qilib, kamida o'sha $1000 atrofida sotishni o'rganasiz. Aniq yo'l xaritasini, aniq o'sha o'zimning tajribamdan, o'zim boshimdan o'tgan narsani sizga o'rgataman. Agarda siz o'sha qotib qolgan daromadingizni 300-500 atrofidagi daromadingizni kattaroq summaga olib chiqishni xohlasangiz,
klientlaringizga natija qilib berishni xohlasangiz va o'sha bozorda uzoq muddatli o'sha sohada ketaman desangiz, ya'ni 1 oy 2 oy ishladim, bo'ldi kerak emas, menga chiqib ketmasdan o'sha uzoq muddatli shu sohada ketaman desangiz, bozorda o'zingiz o'rnimga ega bo'ladigan ekspert bo'lishni xohlasangiz, bu kursda sizni kutaman. Xo'p, kursga qo'shilish uchun mana shu videoni kommentariyasiga havola qoldiraman. Havolaga siz o'zingiz kontaktlaringizni qoldirsangiz, men shaxsan o'zim sizga aloqaga chiqib, kurs haqida batafsil ma'lumot beraman. Vaqti qolsa kursda sizni kutamiz.